Kanada Müslümanlar Kengişi Tarodo hükümetiga chaqiriq qilib, Xitoy Uyg'urlarni ishlashga majburlash orqali ishlab chiqargan mahsulotlarni import qilishni cheklashni talab qildi. Kanada Müslümanlar Mamlakatlik Kengishining tashqi ishlar direktori Dr. Siham Rayli yozma bayonotida xalqaro jamiyatning 2022 yillik qishliq olimpik tanharkat musobaqasiga qatnashish uchun Beyjingga kelganligiga ishorat qilib, dunyoning tanharkatga bo'lgan qiziqishining Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligiga parda bo'lib qolmasligi kerakligini eskartdi. İgilənişçə, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres Xitoy prezidenti Xi Jinpingdən Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının Şərqi Türkistanı ziyorat qilishiga yo'l qo'yishni talab qilgan. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının baş katibining bayonoti qaraganda, 2022 yili Beyjing qishloq olimpik tanharkat musobaqasiga qatnashish uchun Xitoyga kelgan Guterres Xi Jinping bilan ko'rishgan. Guterres Xi Jinpingning Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Huquq Ali Komissari Michel Bacheletning Uyg'ur avtonom rayonini ziyorat qilib, kishilik huquq vaziyatini kuzatishga ruxsat qilishni talab qilgan. Amerika hukumati Eronning yadro energiyasini fuqarolarga ishlatishga qaratilgan jazo kechirim qilishni asliga keltirdi. Ig'lanishcha, bu jazo kechirimi Trump davrida bekor qilingan. Eron taraf bayonotida bu bosqichning ijobiy, ammo yetarli emasligini o'tirib qo'ydi. Qozog'iston prezidenti mahkamasining bayonoti qaraganda, 2022 yillik qishliq olimpik tanharkat musobaqasining ochilish murosimiga qatnashish uchun Beyjingga borgan prezident Qosim-Jomart To'qayev Xitoy prezidenti Xi Jinping bilan ko'rishgan. Xi Jinping o'zining To'qayev bilan doimliq aloqani saqlashga tayyor ekanligini ifodalagan va kuzda Qozog'istonni rasmiy ziyorat qilishni planlaganligini aytgan. Amerika Davlat Majlisi a'zolari Tom Swazi va Christopher Smith Norvegiya Nobel mukofoti komitetiga birlikda maktub yo'llagan. Maktubda ular Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Uyg'ur harakati tashkilotini 2022 yillik Nobel tinchlik mukofotining kollektiv nomzodiga ko'rsatgan hamda bu ikki tashkilot yillardan buyon Uyg'ur rayonidagi dafsandichilik va zulmni fosh qilishda ulgulik rol o'ynagan deb ko'rsatgan. Angliya Bosh ministri Boris Johnson va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron telefonda Ukraina vaziyatini muzokara qildi. Ular Rossiyaning tajovuzchiligi oldida Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining ittifoqlashishi lozimligini ta'kidladi. Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov va Xitoy prezidenti Xi Jinping ikki davlat o'rtasida 4-tabiiy gaz turba yo'li yasash turini tasdiqladi.